Mana realni savdosi. 100 ming. Allah. Qaysi 100 ming? Qaysi sotilib ketdi? Bilmayman qaysi birligini. Qaysi sotildi aka? Mana shu novoslardan bittasi sotildi. Bilmadim. To qaysi biri sotildi? Nech pulga? 39 millionga akalar mana sarig'ini sotdi. Savdosini ham realniy bo'lgan savdosi barakasini ham oldik. Bugun iloji boricha baraka bo'lganlarni olib ko'rsatamiz. Nech pul so'rashyapti bunga aka? 33 millionmi? 33 million akalar savdosi so'rashib turibdi mana shu yerga. 33 million. Orqalarini ham bir ko'rsataylik-da. Mana shu buqamizga 33 million so'rashyapti. Baraka bo'lib. Qo'l. Bu molni Yo'q. Boshqa mol bu. Qaysini? Bu adamning mol. Yo'q. Bu mol emas ekan. Buni 33 millionga so'rashyaptimi? Men mana shuni baraka bo'lyaptim deydi. 33 millionga bu molni so'rashyapti ekan. Baraka bo'ladigan boshqa ekan. Masha qarab yur degan sekin. Aka sizlarga nech pul berishdi? 28 so'm bo'lyapti. 28 million. Mana akalar, realni so'rab turibdi ekan 28 million. Qaysi kanal aka? Begus kanal. 28 million so'm. Chiqibsi yo'q. Mashimol. Pattasini ham o'zim beraman. Siz nech pul deyapsiz? Men akamga aytdim o'ziga. Biz ham eshitaylik shuni obunachilarga qiziqdi. 29 yering deyapti. 29. Siz 28 ga so'rayapsiz. 28 ga so'rayapti. Ikkovlarda o'rtalarda yarim rol o'ynayapti-kanda. Rol beraman 12 dan. 29 yering 12 dan beraman. Mana shunimizga akalar. Mana shu novosimizga 28. million so'rashyapti. Berishyapti. Egasi 29 million debdi aka-ukalar. Bo'ylari 1.30. Bo'ylari 1.30. Shved. O'zimizni buqalardanmi yo qirg'izmi bu? O'zimizni buqalardan. O'zimizni qirg'iz, o'zimizni buqalardan ekan akalar. Qirg'iz emas. Shved deganlaridan, shved. Oq tumshuq, oq quloq degani mana shunaqa akalar. Mana oyoqlari ham qaranglar. Oyoqlari ham baquvvat. Bu xudo xolasa bu o'saydigan-da mana. O'saydigan bular hali butun hayot kelajagi. Xudoga tavakkal. Sanmisan? O jinjay bo'lsa topamiz. Jinjay bo'lsa men bitta qaytarmayman, mana shu yerda sotib ketaman. 2.5 mingga sotib ketaman. Behazir. Ko'p bo'lmaydi. Qaytarib uyda bo'lganda bo'lagida. O'zi bunaqa molligini bilganimda boshqa ochib qo'yiladi. O'zi ishtasini olib. Kilosi necha kilo keladi? 400 kilo kelsa ham aka 70 ming so'mdan pul bo'lyapti. Bu tortib bersa 70 ming so'mdan. 70 ming berasiz? 28 so'm. Tag'in emas. Taroziga tiriga yaqin 70 ming so'mdan tortib bersinmi? Tortib bersin. Chiqqaniga olaveraman. 420 kilo kelsa Tortib berasiz. Tishmoqini ko'rsataman. 380 kilo kelsa ham bu ham tishmoqini ko'rsatmaydi. Ha. 70 ming so'mdan beskitga. Bo'laveradimi? Va 57 ming bo'lyaptimi olayda? To'g'rimi? 57 ming so'mdan ham qo'yapman aka.
To'g'rimi? Mana shu video bilan birga boramiz, tarozi ko'radi. 10 mingta odami bor. 10 mingta odam bitta onda sanab beraman chiqqani. Yo'q, hozir mana shuncha odam bor. Tepali. Tarasida deb qo'ygan. 28. Jicha tushib, jicha ko'taringlar, bitib ketadigan o'zi yomg'irda ham. Defa 27,5 qilayotgan ekan. Siz 28 qilib qo'ydingizmi? Kelib men 28 ga olsa deponniki olmasa meniki dedim. Deponnga qarab ketdimi, choy ichgan ketdimi, ketdi. Bo'ldi, men gapirib qo'ydim. Gapimdan qolmaydi deyapman. Mana 28. Ammo yaxshi berib taqataman. Dehqon oladigan xaridordan 500 ming qo'shib qo'yibdi. Kiloga ham qotib beraversin bo'ptimi? 70 ming so'mdan beraver. Haqiqatan ana. Mana ag'ini ham beraveramiz. Mana to'g'ri. 1 kilo chiqitgasi kerak emas. Zanjiri bu nuqta qolib yog'ochigacha pulini beraman. Ustiga qo'yib qo'yasan. 400 chiqam? Qo'rqmaganman ekan. Ab o'rnida 400 ming kilo chiqadi. Uzayda. Zaparapkasi ham zo'r. Uzayda. Lekin 400 kilo chiqmasa kerak. O'rnini qarang, ma'qul. Zaparapkasini. 400 kilo chiqmasa kerak. Yana bilmadim-u. Siqishga qo'yib ko'raman men. Olganimdan qo'yib ko'raveraman. Ha? 28 million so'mga bo'pti qo'ysa. Jicha qo'shin deydi. Qo'shincha bir 200 qo'shinchi nima dedi ekan? Alo. Hop. Ha? Yo, novasa. Qaysi ketdi? Nech pulga ketdi? 35 milyon 500 ming. 35 million 500 ga ketdi akalar, mana shvetimiz. İbrahim mashinadan ipam. Ha, shofir chaqiraman. Barakasi gulmay qoldikda bir barakasini. 35 million 500 ga ketdi akalar. Realniy savdosi. Charchamayapsizmi? Oldingizmi buni? Nech pulga? Bu katta novvoshimiz kelib ketdi. Hozirgi nech kilo chiqdi? 160 kilo. Tog'a bugungi tarozi nech pulga bo'ldi bu bola? 62 ming. 63 ming patologiya. Akalar bugungi realnisi 63 mingdan bo'ldi taroziga. 60 mingdan bu yoqqa ketaveradi. Patologiya 63 ming, pasi 58 ming atrofida bo'lgan. Mana katta novozlar qo'taveramiz. Sekin. Bu haliga o'ta olingani? O'ta olinganmi shu? Buni oldinglarmi buni? Nech pulga oldinglar? Ramazagi kilosini bilib olaylik degancha. Aytsanglar, pul aytsanglar aytamiz. Ko'rmagan-ku pulingiz. Hozir aslida joshog'ini. Nech pul ekan bu? Oldinglarmi? Bo'ldi. Bundan oling. Taroz ko'rib qo'ygan ekan. qancha? Qanchaligini biz bilan bo'lib aytingiz. 550. Bo'pti. 75 kilo. 10 kilo. 10 kiloga bu yoq pasaytibdi. 65 da 75 kilo. 500 sarsan desam, Nech pulga olindi bu? O'taliga olingan mana shu. 100 kam 30. Qancha? 100 kam 30 ga olingan ekan.
575 kilo çıktı. 575. Bunu oldilar bunu aka? Sotdilar. Nechi pulga olsa aka buni? Ha? 58 dan taroziga akalar. Mana. 58 dan taroziga. Bo'ldimi? 423 kilo chiqdi. Akalar 58. Chiroqli bosdi. 58 dan taroziga. Qancha keldi? 423 kilo. Mana. Torting. Yoqsi semiribdi-da jonim. Mana shu buqamiz akalar. 423 kilo keldi, 58 dan taroziga sotiladi. Qancha keldi? 423 kilo. Ha. Bitdimi? Qayga? Bitmayaptimi? Beradi. Bitmayaptimi aka? Jinda yomg'ir esa beradi. Jicha yomg'irda uyingizmi? Hozir aka zontik chaqirtiradimi? Qasinga so'rayapsizlar aka? Nechi pul? 29,5 akalar. Mana shu shvetimizga. Kurashchi bormi aka buni? savdo qilyapti. Mana akalar, mana shuni 29,5 ga so'ralyapti. Madda ham savdosi. Nechi pul so'rayapsizlar? Biz olmay. Qo'l. 49 million beryapti ukamiz. Ikkoviga. Ha, ikkoviga. Akalar ikkoviga 49 million beryapti, lekin sotilmayapti. To'liqqami? Akalar ikkoviga 49 million, lekin raqam olmayapti. Nechi pulga boradi? 49 millionga so'rashyapti. 50 ga beramiz deyapti. Madda ham mana savdo so'ladi 29,5 shibet. Yo'da ketgansiz. Aka, ashbiga olinglar, o'rta qoldi hammaga. Bo'lmasam men ko'raman. Aka, qo'laqak. Oldinglarmi buni? Nechi pulga kirdi? Ha? 33,5 ga akalar. Oyog'ida og'riq bor ekanda jonivorda. Nimadan chiqdi? Yashovdan chiqdimi? 33,5 ga taroziga ketyaptimi hozir? Yo'q, farosga qo'yaveraylik. 33,5 ga so'rashyapti akalar, taroziga keldi. Necha kilo chiqdi bu? 615. Bu haliga sotilgan-a bu? Necha pulga sotiladi? 35 million 500 ga sotiladi mana. Bunimiz endi taroziga ko'rib qo'ysin. Yashovdan chiqqan ekan 33,5 ga soladi. 33,5 ga keladi so'rayapti. Lekin o taroziga ko'rib qo'yaylik deb keldi. Jonivor juda ham anaqa ekanda, beg'am ekan. Chü. Mana akalar, tarozini ko'rib qo'yamiz. 612 kilo. Yaxshi, zo'r. 620 grammi. 12 kilo. 32 kilomi? Yaxshi ketdi lekin. Bu ancha orqadan ham bu ozib ham ketibdi bu.
Agar og'riq bo'lmay, kasal bo'lmaganda 700 kilo chiqar ekanda bu. Kasal ancha tortgan. Cho'jin. Aka necha pulga oldinglar buni? Prosta tortib ko'ryapsizlarmi? Beş yüzü mü, 400 mü? 400 mü? 400 mü? Ha, 300 mü? 368 kilo. Gelir. 368 kilo çıktı. Nargenimiz. Mana onimiz 368 kilo chiqdi. Akalar, mana yerda hozir realni savdosi bo'lyapti. Bu yomg'ir yog'ishini ko'ryapsizlarmi? Yomg'irda ham akalar sizlarni mana qadrlab İbrahim Gol 50 milyonga ketdi. qanchaga ketdi? 49,5 ga sotildi akalar mana shu ikkovi mana. Realni. Chu jonim. Chu. Taroziga olib kelyapsizlarmi? 49,5 ga ketdi. 49,5 ga akalar. Realni mana. Qanaga olib kirishdi yomg'ir.